Bilasizmi, agar siz hayotda ko'rsangizda, o'sha ayol, misol uchun qanaqadir bir ayolni ko'rsangiz, u ikkinchi xotin bo'lganda, yana ikkinchi xotin bo'lib, yana bitta uynoshi ham bor deylikda. Natijada siz shuni ko'ryapsiz. Hayotida ikkita erkak bilan munosabat quryapti. Srazu tanqidga o'tib ketmaslik kerak. Juda katta sabablari bor u ayolda, sevgi yetmayotgan sabablari bor. Ko'ryapsiz, buzilishda. Sizni eringiz bordir, siz eringiz bilan baxtli yashayotgandirsiz. Biz nima qilamiz? Ras kiramizda, voy, bitta shunaqa ham yashaydimi? Ham ikkinchi xotin ekan, ham yana uynoshi bor ekan deb srazu biza u insonni tanqid qilishga o'tib ketamiz. Srazu xulosalaymiz. Bilingki, juda katta sababi bor uni. Shunaqa sabablari borki, siz ham uni o'rnida turganingizda, xuddi u yashagan hayotda yashaganingizda, o'sha davrda tug'ilganingizda, u o'sgan ota-onani qo'lida katta bo'lganingizda, xuddi u kabi ssenariylarni yashab o'tganingizda, natijada siz ham xuddi shu hayotda bo'lardingiz. Agar biz kimnidir tanqid qilsak, borliq nima qiladi? O'sha insonni o'rniga bizni yetib qo'yadi. Bo'lib ko'rsanim, tatib ko'rsanim. His qilib ko'r. Har doim sinab ko'ringlar. Kimnidir biza tanqid qilsak, bizani bitta qismimiz, ya'ni qalbimiz, katta bitta qalbimizga katta bitta struktura desak, o'shandan bir qismini, ruhni, o'zingizni energetik bitta qismingizni kesib, uni oldiga yetib qo'yasiz. Sababi uni tushunmayapsiz, natijada kelganini, natija ko'ryapsiz. Katta sabablari, shunaqa sabablar borki, tushunmagan, ilm yetmagan, dovdirab, qanaqa yo'l tutishni bilmaganda shu holatga kelib qoldi u ayol. Bizda ham shunaqa. Meni o'zim necha marta bilimsizlikdan qanaqa borliq qonunlarni buzib qo'yib, to'g'rilab, hali shu yerdagi hamma inson shunaqa. Yerdagi insonlarning har biri o'sha borliq qonunlarni buzish bo'yicha chempion. Agar biz borliq qonunlarni buzmasak, yerda bo'lmasdik. Biz o'sha nurli sivilizatsiyalarga, asl uyga qaytgan. Va o'sha paytda tanqid uyg'onib ketmasin. Agar shunda sizni bitta qismingiz u yoqqa boradi, undan ssenariy qilib kelib qoladi. Va siz ham qo'lingizdan hech nima kelmay qoladi. Ya'ni kuzatib ko'ring-da, agar siz hozir bitta blogerni shunaqa bo'ldi